85. Aligning o'gdilmishga tasalli berganligi aytiladi. Alig anglab saroydan chiqdi. O'gdilmishning yeniga kelib, chin ko'nglidan tasalli berdi. Alig aytdi: "Ey o'gdilmish, aqlingni ishga sol. Sen uningga duo bilan yordam qil. O'dg'irmishga Xudo rahmat qilsin. Uning gunoh qilmishlarini kechirsin. Tangrim sana bu qayg'uning ajrini bersin. Xudoning so'yinchiga ega bo'l, davzaxtdan aman qol. Sen darvozangni etib, yo'lingni bekitibsan. Yuzingni yoshirib, so'zlashdan to'xtabsan. Bu xil odat sana yarashmaydi. Aqlli kishi bundoq yo'l tutmaydi. Sana kim zulm qildi, menga ayt. Kim ochiq qildi yoki kim o'shmanlik qildi? Qarindishingning beshiga kelgan ish Xudoning hukmi edi. Xudo qazosini yurgizdi, sen o'zingni tut. Nimishqa faryod cheksan, nima uchun yig'laysan? Bu yaxshi qiliq emas. Bundoq qilma. Tug'ilgan o'ladi, o'rligan to'vallaydi. Mangan to'xtaydi, og'an beridi. Qarindishingning o'limi sana ibrat bo'lsin. Sabr qil, ajringni ko'rasan. U shekar va qanddak shirin bo'ladi. O'limni ko'rgan tirik qog'uchilar ibrat elishi kerak edi. Qani ibrat og'allar. O'lguchining vasiyatiga diqqat qil, nima deydi? Menga qara. Meni o'lim tutdi. Ketdim, senimi tutudi. Buningga taqlid qilingan munu betni o'qi. O'qib dilingga yaxshiroq o'rnatqin. Sendin burun minglagan o'lib ketganlar nasihat qilib shundoq deganki, menga nazar sol, menga boq. G'aflatda yurdim, ko'p xushal bo'ldim. Endi o'lim yoqamdan tutdi, ketdim, sangimi keladi. Ali o'dg'irmishni qayta so'radi. Qandoq o'lganligini, ahvoli qandoq bo'lganligini surishtirdi. O'gdilmishning Alikka javobi. O'gdilmish nima ko'rganligini Alikka bayon qildi. O'lim oldida vasiyat qilganligini aytdi. O'rnidan turib, ivriq bilan hassisini elib, yodikorlik uchun Alikning oldiga qo'ydi. Va shundoq dedi: "Qarindishimning menga qoldirg'ini mana shu. Uningdan qolgan narsa faqat mushular edi." Aligmu bulardan birini astalik uchun o'ziga qoldirsin. Bugun asqatqay, atiga foydasi tekkay. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig qo'lini so'zib asini oldi. Bu yodikorlik menga qutatsin, dedi. Sen qarindishingning bu ivriqini ol. Buning bilan qarindishingning yuzini asla. Qara, o'gdilmish ivriqni qo'liga oldi. Ko'ngli buzilib, ko'z yosh qildi. Alig aytdi: "Qara, bu bir ibratdir. Aql bilan o'ylasak, bu biz uchun kifoyadir." U ana shundoq yashadi, dunyodan xalos bo'ldi. Bu dunyo uningdan qoldi, ey xushbeil. Farosat bilan ish tutgan, qiliqlari muloyim kishi nima deydi, angla. Bu dunyoning narsalari ko'p bo'lsa o'shiqlik qilmaydi. Qanchalik oz bo'lsa-mu o'z loyiqida yetadi. Bu dunyoning nuqsonlari ming, fazilati bir. Odam uni qandoq o'tkazsa shundoq o'tayveradi. O'limdan keyin bayoshatlikning nima foydasi bor? Sendan keyin qolganlar uni yeb so'yinadi. Qarindishing dunyo narsalaridan voz kechib uningdan qochdi. Mana jandi kiyib, arpa yeyishni o'ziga loyiq topdi. Shu ahvolda turib yashadi, o'lmadi. Yab qog'uchilarga narsalarini tashlab ketmadi. Kech kunduz g'ayrat qilib, yukini yengillatdi. Dunyo mushaqqati uningdan yiroqlashdi. U ishlarni saramjon qilib, bugun dunyodan qutuldi. Bizning ishimiz qandoq bo'ladi? Bu tugun yeshilmadi. Qara. Alig ming xil yaxshi so'zlar bilan nasihat qildi. Nasihat qilish orqali ichini bo'shitib rohatlandi. Alig o'rnidan turib, o'rniga qaytdi. G'amkin holda uyiga kirdi. O'gdilmish bir necha kun hasrat chekdi.
Bu qayg'ulari o'tib, chiroyi ichildi. Bu qayg'u hasratlarni unutdi. Yeb ichib, kulib yana xushal yurdi. Al-yurt ishlarini bilim bilan bejirgan xalq bosh bo'g'ichi kishi bak yaxshi aytgan edi. Qayg'u hasrat seni qanchalik asir qilsimi, ko'z qanchalik yig'lasimi, yana baribir kuludi. Dunyoning qoida qonuni azaldan shundoq. Yaxshi yomon ishlar necha yil davom qilsimi, bir kuni tugaydi. Qara, o'gdilmishmi hasratlarini o'tkazdi. Xizmatga tayyorlanib, ishlarini davomlashtirdi. U hirslik bilan xizmat qilishga boshladi. Tong saharda berib, kecha ishladi. Aligning o'gdilmishga savoli. Bir kuni Alig o'gdilmishni chaqirdi. Xalq ahvoli, al-yurt ishlarini so'radi. Alig so'radi. Alning ahvoli qandoq? Xalqning ahvoli qandoq? Zaman kunlar qandoq o'tyotdi? Hamma ishimda menga ko'z quloqsan. Sendan so'raymanki, darvozamni echivat. Bir qancha kun qayg'u hasratga yo'liqding. Ishqa qo'ling bormidi? İşlerin qandoq ketyotdi? O'gdilmishning Aligga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Ey bag, xalqning ahvoli haqqinga duo qilgudek yaxshi." O'gdilmishning Aligga javobi: "Biri so'z, bo'g'iz, ko'z va shahvat havasi. Bular kishi uchun toat ibodatga to'sqin bo'ladi. Biri bo'g'izini, gelini tiysa, ozroq so'zlasa, yaramas narsalarni o'zidan yiroq tutsa, havoyi havaslarga yo'l qo'ymasa, g'azabi kelib ochiqlanganda o'zini chin tutib olsa, ana shu aqlliq va bilimli kishidir. Bundoq kishini aqlliq, tamkin kishi desa bo'ladi. Aqlli kishilarning so'zi maqtashga loyiqdir. Ular to'g'ri, tuz bo'lib, o'zini oshkora tutadi. Yaramas ishlarga yaqinlashmaydi. O'zini yiroq tutadi. Keraksiz narsalarni ko'rmaydi, ko'zini yumadi. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig dedi: "Bu so'zlarni sen bak yaxshi so'zlading. Bu so'zing menga ortiq foydalidir." O'gdilmishning Aligga javobi. Bu vujud jafo sog'uvchi va yomondir. Jafoga jafo qilib o'zini tutish kerak. Vujudni yaxshi ko'rib, qanchalik yaxshilik qilsa, u shunchalik yomonlik jafo qiladi. Kishilarning sarxili bek yaxshi aytgan edi. Uning so'zi jafochi vujud uchun amal choridir. Kimga vafo qilsang, jafochi tayyor bo'l. Jafochi kunlarning birida sana jafo qiladi. Kimga yaxshi muomala qilsang, uningdan ehtiyot qil. U seni yomonlik bilan faryod nadomat chektiradi. Ey Ali, Bunu üç narsaning semizi yomondir. Biri isht, biri qush, yana biri vujud. Bularni osh qo'yish yo'lini tutish kerak. Ular andin yo'lga tushib bo'ynini egidi. Qush galdin qisilmasa don izdimaydi. Isht to'q, semiz bo'lsa, u kaynidan qo'g'lamaydi. Vujud to'ysa, hammaga qonsa, bo'g'ra to'gidek bo'ladi. Her yanga qaçıdı, yaxşılıqni haydaydı, uni qo'yib berma. Qushing o'g'limasa zini naiti bir o'dak. Ishting o'g'ni tashlasa, zini naiti bir so'sar. Vujuding bug'ra to'gidek bo'ynini egiz ko'tirsa, seni o'tga ishtirib nadomat chektiradi. Qara, rizqi yo'q kambag'al rizqliqdir. Chunki boriga shukr qilib ko'ngli boy yashaydi. Agni putin bo'lsa, tamoq yeb qo'saq to'ydirsa, Tangriga ibodat qilib, ishini davomlashtiradi. Ulug'luq, davlat, baxt, saodat kishini takabburlikqa tortadi, qilishga tegishli ishni qilg'izmaydi. Takabburlik bandini Xudodan yiroqlashtiradi. Aqlli kishi bundoq yo'lda mangmaydi. Kambag'almi o'ladi, shuningdek boymi o'ladi.
ikki mato bilan qor yer qitig'i kirib ketadi. Kambag'al o'lsa, jafo mushaqqatdan qutuladi. Boy o'lsa, mol dunyolari qoladi, vaboli billi ketadi. Ro'shanki, bunu so'z buningga taqlid qilingan. Bu so'zdan o'zingga tegishli o'lish ol. Ey ne'mat egasi, o'lim sening mehnatingdir. Ey mehnat egasi, o'lim ne'matingdir. Kambag'al o'lsa, mushaqqatidan qutuladi. Ey boy, o'lim yaqangdan tutsa, hisob berishingga to'g'ri keladi. Alining o'gdilmishga aytgan so'zi. Ali yana aytdi: "Bu dunyo ichi ko'pligan ilon chayonlar bilan to'lgan. Yeydigan ne'mati oz, zahri ko'p. Maqtaydigan narsasi oz, so'kadigan yeri ko'p. Aqlliqning qo'l so'zib oladigan narsasi oz, bilimlikning ishtaha bilan yeydigan ne'mati oz. Bu dunyo bilimsizlarga jannatdirki, rohat ichida shod yuradi, muhtoj bo'lmaydi. Aqlliq uchun bu dunyo tikanga to'lgan. Oyoq bosqanli yerida tikan sanjiydi, saqlanish kerak. Bilimlik uchun dunyo ichi bir zahardirki, uningdan oziq olanmaydi, kuch-quvvatidan ketadi. Zahid o'g'il qizlarini tashlab dunyodan voz kechdi. Obidmi dunyoni tashlab ibodatga kirishdi. Bugun biz dunyoga bog'lanib qoldik. Xudo bizni bu balodan saqlasin. O'gdilmishning alayki javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi: "Bu so'zlarning eng to'g'risi, aqlga eng yaqinidir. Nazar solsang, dunyoning xuy-payli go'yo to'yg'inini bilmaydigan ajdahoga o'xshaydi. İnsan o'zini o'zi beqib, o'zini samirtudi. Ondan o'z go'shini o'zi yeb, o'zini zaiflashtiradi. Dunyo ahvoliga yetarlik diqqat qilsang, uni tushunsang, kishi o'ziga hayron bo'ladi. Odam ota bilan havo ana dunyoga to'rilib, yer yuziga o'z uruqini tarqatdi. Ulardan boshlab to bugungi zamongacha dunyoga nini odamlar baglarning begi kelib ketdi. Ba'zilari olim bo'lib tug'ildi, ba'zilari jasur margan, ba'zilari tishqiyodak mag'rur takabbur. Ba'zilari aqlliq, ba'zilari dono, ba'zilari talva, sarong, ba'zilari g'o'run erinchak. Qonchilig'an payg'ambar, komil ustozlar tug'ildi. Ular Xudo hukmi bilan insonga yo'l ko'rsatdi. Ba'zilari oz yashadi, ba'zilari uzun yashadi. Ba'zilari dono so'zlari bilan yuksaklikka erishdi. Ba'zisi yaratgan egasiga qarshi turib, dushmandek o'qyosini batlab o'q atdi. Bu beytni o'qu nima deganligini angla. Uni tushunib, o'z qiliqingni tuzat. Mayli olim bo'l, mayli 1000 yil yasha, mayli dunyoga ega bo'lib, halovatlik maishat qil, oxir sen o'lib, qora tuproqqa aylanasan. O'lim yoqongdan tutsa, pushaymon bilan yosh to'ksan. Bu dunyoga qanchiligan yaxshi donishmand olimlar keldi. Orzusiga yarasha abadiy hayotga ega bo'lanmadi. Bugun qara, go'yo bu dunyoga tug'ilmagandek, hammasi o'lib, qora yer tegida yotmoqda. Qara, har xil, har turli kishilar to'raldi. Qora yer ularni yedi, yutibdi. Hashamatlik saroy o'rda qasrlarni tashlab, qora yerni to'shak qilib, baxroman yotmoqda. Uxlavatamdu, untun yo'q yoki nafas olmaydi. Ularning ahvoli qandoq? Buni bilgichilar qani? Ularning hammasi endi yaxshilikqa muhtoj. Yemak kaymakka qo'llarimi yetmaydi. Qara, pushaymon bilan urib yotmoqda. Yaxshilikqa zoriqib, 1000 xil orzu qilmoqda. Bugun Xudo bizga bu kunlarni ato qildi. Ega bo'lgan bu fursatni behuda o'tkazsak bo'lmaydi. Bugundan e'tiboran Xudo bizga ko'p yaxshilik qilish uchun tavfiq bersin, ey yaxshi qonun. O'gdilmish tili bilan olqish aytdi va ey donishmand bag, uzoq ko'p yasha dedi.
Dünya seninsiz qo'rqqanmisin? Xudo sening urug' avlodingni kam qilmasin. Arzu tilaklaring nima bo'lsa, Xudo hammasining ishkini sana ichib bersin. Yana qandoq arzu tilaklaring bo'lsa, Xudo hammani tugal bersin, ey mard sehi. Xushal xuram holda uzun yasha, ko'p rohat ko'r, ey qiliqi muloyim. Afsuski, seningdek kishilar o'lib, so'ngiga chirib, qori yer tegidi yozsa, buningga nima amal ba? Xudo bu dunyo ishini ana shundoq yaratgan ekan, ey hukmdor. Sana o'xshashlar qancha o'lsimi o'lgan bo'lmaydi. Chunki sen yaxshiliklardan o'lish olding. Mayli o'lgin, mayli uzun umr ko'rib ko'p yashag'in, noming yaxshi degan so'z bilan dong chiqadi. Yaxshi ko'rgan do'stlaring ko'p bo'lsin, raqiblaring parishon bo'lsin. Yering, ya'ni mamlakating bag'an siri kengaysin. O'gdilmish so'zini tugitib yer ufdi, tashqariga chiqdi. Etini minib, öyiga qarab yuzlandi. Ishki oldiga kelib etidan tushdi, öyiga mangdi. Yeb ichib biroz damilib yotdi. Yana o'rnidan turib, atgandila ishini boshladi. Farmonlar badi, ko'zdan kechirdi, o'zimi ishladi. Dili bilan tilini to'g'ri tutib, yurish turishini tuzatdi. Butun agrilar uningga qarab to'g'ri yo'lga kirdi, qiliqlarini yaxshiladi. Dünya tuzaldi, yaxshi duo ko'paydi. Yaxshi duolar kundan kuniga saodat keltirdi. Ular o'tib ketdi. Faqat yaxshi nomlari qoldi. Ularning nomi, izzat, hurmati abadiy yo'qolmaydi. Amdi qarab baq. Bu xil kishilar haqiqiy kishilar. Ular qilgan ishlar farishtalarning ishi. Ular ashu davrda odam bo'lgan bo'lsa, bugungi xalq nima aytib ba? Ey dona, agar biz odam bo'lsak, ularni shubhisiz farishta deyish kerak. Ularning harakati va qiliqlari, so'zini anglash, yaxshi izini besish bir baxtdir. Aqlliq tushunidi, bilimlik shuni biladi-ki, odam shubhisiz o'ladi, dunyo qoladi. Qo'lga kelgan bu fursat kunlarni behuda o'tkazmay, ibodat qilish kerak. Buningdan boshqasi bekor. Buningdan ulug'roq pand nasihat yana nima? Sendan burunqilar o'ladi, buni ko'z ko'radi. Qasr o'rda saroylar hammasi qoladi. Buni band qilib tutolmaysan, ey ulug'. Qanchilag'an qasr o'rdalarni, puxta qo'rg'onlarni o'lim buzdi. Qarag'ana, qori yerga aylantirdi. Qanchilag'an shahar, qishloq, bog' gulzorlarni bu o'lim qurg'dab qo'ydi. Nazar sol, ey tirik. Qasr o'rda saroylar sang'ili qoladi. Sen ularni mang'ili boqiy deb tasarruf qilasan. Sonsiz qo'shinga ega bo'lgan u Jahongir qani qo'shinlarini qoldirib, o'zi qori yerga aylandi. Qani u mamlakatim oz degan oshko'z hukmdor. Ko'p allarga zo'rlik qildi, lekin bahraman bo'lolmadi. Qani u boshqalarning yeriga zo'rlik qilgan zo'ravon. Endi bir g'ulash yerga ega bo'lib, hasrat bilan yotadi. Qani u musulmon qanini to'kkichi.
qandoq qilib yer tegiga kirdi? Qani uning zo'rligi? Qani u boshqalarni xo'rlig'ichi kishi? Qori yerga tang bo'lib qanchalik xo'rlandi? Qani u dunyo uchun urush qilgan kishi? Dunyo o'z petishi qoldi. O'zi o'lishga majbur bo'ldi. Qani u mol tovarlarni qo'ymay to'plagan kishi? Ikki matoni elib ketdi. Boshqasi nasib bo'lmadi. Qani u ko'plab yer tilagan kishi? Qori yer tegiga kirdi, ishi bitdi. Dunyoning hamma ahvoli ana shundaqdir. Aql bilan nazar sol, sirlar ishga echiladi. Bu dunyoning rohati mushaqqat, shodligi qayg'u, qadrlishi xo'rliq, xusholligi alam. Beshing'i nima kelsa, ko'tirgin urma. Rohatmi, mushaqqatmi o'tib ketadi. Bilim berguchi nima deydi angla. Ey mushaqqat bilan sabr qilg'uchi. Ey ne'mat egisi, shukr qilib yegin. Ey mushaqqat chekkuchi, sabr qilib bosh ekkin. Sabr qilsang, mushaqqating ne'mat bo'ladi. Shukr qilsang, ne'matim ko'paydi degin. Ey olim, bugungi zamonga nazar sol. Hamma ish amallar tamoman boshqacha bo'lib ketdi. Bilimliklar qadrsizlandi, o'zlarini ayaydigan bo'lib qoldi. Aqlliqlar kekash bo'ldi, ig'iz ochmaydigan bo'ldi. Aldi yaramas kishilar ko'paydi. Yavaşla azar yeb, beşini ko'taranmadi. Qara, may bilan yuzini yuyib namozni tashlaganlar mard botir ataldi, zo'rlik qildi. Fitna fasod qilg'uvchilar ataldi. May ichmaydiganlarning nomi xasis deb ataldi. Namoz ro'za bilan yurgan kishilar munofiq ataldi, ey al hukmdori. Halol yo'qoldi. Hammada harom ustunlikni oldi. Harom yeyguchilarning ko'nglini qora kirib ketdi. Halolning nomili qoldi, uni ko'gili bo'lmaydi. Harom talashdi qoldi, uningga hech kim to'ymadi. Haromni harom deguchilar qani? Haromni tashlab halol yeguchilar qani? Haqiqiy, to'g'ri, taqvodor deb atalganlardan, quyosh parlaydigan qiyomat bor deguchilardan kim qoldi? Harom bilan ko'ngil rasa qariyib ketdi. Halolni izlab qayerdan topquliq ey o'g'il? Buningga taqlidan munu so'z keldi. Buni yaxshi angla ey ko'ngli tuz. Harom bilan ko'nglim qara, kir bo'ldi. O'zim 100 ishning birida bilimni ko'zda tutmadim. Vujudim menga egilmadi, havasga qul bo'ldim. Ibodatga vaqtim yetmadi, sirimni ochdim. Qara, dunyoning qiliqlari tamoman boshqacha bo'lib qoldi. Kishilarning ko'ngli tilidan boshqacha bo'lib qoldi. Xalqdan vafo ketib, uning o'rniga jafo ustunlikni oldi. Ishonchlik bir odamni izlabmi topolmaysan. Xalqdan vafo ketib, jafo iz bosdi. Ishonchlik tayong'udek kishilar qis bo'lib ketdi. Qarindoshlar orasida yaqinlik yiroqlashdi. Yaxshi do'stlar mehribonlikdan kechdi. Kichikda adab yo'q, ulug'da bilim. Qo'pol nadonlar ko'paydi.
adablik siliqla azaydi. Yaqinlik faqat pul uchunli bo'ldi. Haqiqat uchun to'g'ri ish qiladiganlar qani? Omonatning faqat nomili bor, uningga amal qilguvchi qani? Nasihat degan so'zli bor, uni tutquchilar qani? Yaxshilikqa da'vat qilguvchi kishilar qani? Yomonlikdan to'squchi kishilar qani? Savdogarlar omonat majburiyatini unutdi. Hunarvan ustalar nasihatlaridan voz kechdi. Bilimliklar so'zlarini to'g'ri so'zlamaydigan bo'ldi. Xotinlardan hayo ko'tarildi, yuzlari yepilmaydigan bo'ldi. To'g'rilik yo'qoldi, o'rnini agrilik egildi. Qani, biror xudogo'y kishi qoldimi? Kishilarning hammasi pulning quli bo'lib qoldi. Kimdi kumush bo'lsa, shuningga bosh egdi. Jamoat ko'p, masjidlar oz edi. Masjidlar ko'paysa, jamoatlar oz qoldi. Taqvodor kishi nima deydi, angla. Buni ko'ngilda tut, ey yaxshilarning boshchisi. Biror to'g'ri ish qilguvchi qani? Biror xudolik ishga mong'uchi qani? Dunyoning hamma tarafi tamoman buzildi. Buni ko'rib hayron qolgan biror kishi bormi? Musulmonlar qarshilashdi, bir-birining go'shini yeyishmoqda. Kofirlar bo'lsa, huzur halovat ichida yotmoqda. Musulmonlarning mol dunyosi talon-taroj qilindi. Haromni haloldan farqlantiradigan kishi qani? Qara, fitna pasat ovozi kecha uxlatmaydi. Ilmi Qur'on ovozi qani? Bu bak oz, birodar. Ko'ngillar qattiqlashdi, til yumshidi. Haqiqatning o'zi yo'qolib ketdi, purig'i qoldi. Nazar sol, otig'i o'g'il otiliq qiladi. O'g'il bag bo'lib, qara, ota qul bo'ldi. Hayot qisildi, dard alam uzardi. Oshko'zlik bo'lgan siri zo'raydi, shodlik xo'rab ketdi. Kambag'al, tul, yetimlarga shafqat qilg'uchi yo'q. Jahon ostin-ustin bo'lib ketdi. Buningga ajablanguchi yo'q. Dunyoni sinagan, sehi, qo'li kang, bilimi cho'nqur donishmand bak yaxshi aytgan edi. Dunyo oxirlashdi, qonun buzildi. Yomonlarni ko'rib, yaxshilarni oynidi. Aqlliq tushunadi, bilimlik biladi. Yil, oy, kunlar o'tgan siri dunyo bara-bara buzildi. O'g'il qizlar ota hurmatini tashladi. Qeri degan nom kishi uchun haqorat bo'lib qoldi. Qonun qoidalar butunlay ostin-ustin bo'lib ketdi. Oq bilan qora aralashib ketdi. Buning hammasi qiyomatning alomatlaridir. Alomatli ko'rinsa, kelidigini keladi. Qudratlik Tangrim iymonimizni saqlasin. Bu fitna balo yomonliklarni o'ttiridan ko'tirsin. 462 yil edi. Bu so'zlarni tanlab yezib tamomladim. Aqlim yetganli so'zlarni tugal yozdim. O'qigan va tushunganlar o'zi ibrat olsin.
sharikning yo'ling qandoq bo'lishi kerak? Bu haqda azroq so'zladim, asosingni bekitib ol. Bu yo'l ham din yo'li, ham dunyo yo'lidir. Shu yo'lda mang'in, bu asosiy yo'ldan ozmag'in. Agar bu dunyoni tilasang, uning yo'li shu. Agar oxiratni tilasang, uning izi mana. O'z bandiligingni qil, Xudo kuch-quvvat beradi. Qaysisini tilasang tila, faqat uchinchi bir yo'lni izdama. Ilohim, o'zim bu so'zni boshladim. Tilikim nima ekanligini yaxshi bilasan, egam. O'zimga shon-shuhrat, yaxshi nom tilamadim. Mayli o'z bo'lsin, mayli yot bo'lsin, kishilarning foydasini tiladim. O'qigan siri meni aslab, haqqimga duo qilib qo'yamikin deb o'yladim. Tilikim shu edi, umidim shu. O'qiganlar menga bir duo qilib qo'ya albatta. Tilim so'zladi, qo'lim yozdi. Ey muloyim, bu qo'l va til baribir o'ladi. Mana bu kitob qo'l va tilning nishonisidir. Buni yezib, endi sana qoldirdim, ey zirak. Garchi men dunyoni tashlab, yerni to'shak qilsammi, meni unutma, ey tirik kitobxon. Ey мәңгілік muhtajsiz egam, sen ulug'dursan. Bu muhtaj qulungni faqat salla kechirgin. Adashqan, gunohim ko'p bir qul edim. Gunohimni kechirgin, birdim bir egamsan. Men qul, sen egamsan. Qul hamon quldur. Egamsan, himmeting ba, menga egidorchilik qil. Ey apu qilg'uchi, men qulingman, sen egamsan. Meni apu qilg'in, gunohimni kechir. Ey pok Xudo, yana sharqdan g'arbgacha hamma mu'minlarni apu qilg'in. Nodonman, nodonlardan nodonlik sodir bo'ladi. Sen fazilatliksan, gunohimni kechir, ey bilguchi. İşpardın faqat işpar hidili puraydı. İplas narsadın napak hid puraydı. Ey ümidim, men üçün faqat salli ümid. Sendin ümid üzmeymen, ey ümid. Günahkar kulungmen, qilganlarim japa. Vafodor egamsan, menga qil vafo. Ey egam, jafodan faqat jafoli keladi. Vafodorlikda vafodan boshqani ko'rmadim. Barcha mu'minlarning hammasini afu qil. Shular qatorida mening gunohimni kechirgin. Yaxshi yo'l ko'rsatguchi, to'g'ri yo'lchi payg'ambarimga tumanning salimimni yetkiz. Uning 4 do'stiga kayni-kaynidan uzluksiz salimimni yetkiz, ey Allah. Irfan elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.